Aynan shu mototsiklimizni xarid etgan yurtdoshlarimizga ana shu minib o'tirgan tritsiklimizni qo'shib beramiz. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Yo'ldosh texnika markazini uzoqdan yaqindan kuzatuvchi obunachilari. Xudo xolasa bu safar obunachilarimiz ham sovg'ani zo'rni qo'yib beramiz. Sharti Yo'ldosh texnika markazining obunachilari 20 mingga borganda 5 dona o'rin qo'yib beramiz. Birinchi o'rin uchun zo'rindan yakka mototsikldan birini beramiz. Ikkinchi o'rin uchun skuterimizning 6 dona akkumulyatorisidan qo'shib beramiz. Ikkinchi o'rin uchun, uchinchi o'rin uchun budjetli skuterimizni beramiz. To'rtinchi o'rin uchun bir o'liq smart televizordan beramiz. 5-o'rin g'olibimizga 32ligidan bir dona televizor qo'shib beramiz. Bularni YouTube olishning sharti Yo'ldosh texnika markazining YouTube kanaliga obuna bo'lish kerak. Xo'p, like bosib, kommentariy yozish kerak bo'ladi. Eng zo'r kommentariy yozgan 5 ta yurtdoshimizga ana shu 5 dona sovg'ani topshiramiz. Xudo xolasa 20 mingga borganda. Shuning uchun obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa mototsiklarimizning aksiyalari 4-oktyabrda to'xtaydi. Xudo xolasa 12-oktyabrda bundan ham zo'r etib qo'yib beramiz. Ko'p odam foydalandi, ko'p odam foydalanmadi. Xudo xolasa bu mototsiklni olaman deb pul jinob yurganlar uchun o'ta zo'r yangilik bo'ladi. Xudo xolasa. Birinchi yangiligimiz Lachin mototsiklarimizda sovg'alarga ko'p odam ishonmay turibdi. Aynan shuning uchun 12-oktyabrdan sovg'alarni qo'shib berishda yana davom etamiz. Xudo xolasa mototsiklimiz 1,5 tonna, 2 tonnani bemalol tortadi. Motor kubalari 150 bo'ladi. 100 ga 2-3 litr rasxod etadi. O'zining 7 dona maxsus sovg'asidan tashqari Lachin mototsiklimizni xarid etgan yurtdoshlarimizga 1 dona xolodilnik, 1 dona gaz plita, 1 dona kir mashin, 1 dona 12lik invertor konditsioner, 1 dona pilosos, 1 dona duxovka, yanında 1 dona skuterni ham qo'shib beramiz. Bunchalik muvajjid agar olmayman degan yurtdoshlarimiz bo'lsa, bahasini ham qaytib beramiz. Mototsiklimiz xo'p, shu spravkasi ham nomer ham shu yerdan bitadi. O'zining zapaska baloni, kaskalari, balon kulishlari zotdan qo'shib keladigan narsalar bo'ladi. Motorga 2000 km garantiya qo'yiladi. Bahasi 32 million so'm. 32 million so'mning ichida aytilganda ana shu yerda turgan 7 dona sovg'asini qo'shib beramiz. Skuterni ham, xolodilnikni ham, gaz plitasini ham, kir mashinani ham, konditsionerni ham, duxovkasini ham, pilososini ham qo'shib beramiz. Agar bu narsalar bor degan yurtdoshlarimizga bahasini qaytib beramiz. Agar kreditka olaman degan bo'lsa, kreditka ham shu narsalar amal etadi. Qo'rin narxi bo'lmaydi bu narsalar. Xolasa narxi 32 million so'mga, xolasa kreditka olsin. Narxi ham, kreditkasi ham aynan shu aytilgan narsalar qo'shib beriladi. Bizlarning do'konimizdan kreditka olish shartlari bir dona pasportga shu yerdan kelib o'zingizdan olsangiz bo'ladi. To'lovni ham o'zingizga to'laysiz. Bir dona pasport evaziga chiqarib beramiz. Xo'p, navbatdagi mototsikllarimiz Xunji mototsiklimiz. Borti 2 metrga 1.30 bo'ladi. Motor kubalari 200 bo'ladi. 100 ga 4 litr rasxod etadi. Buni ham shos spravkasi, nomerlari o'zining 7 dona maxsus sovg'asi bilan 27 million so'mdan sotilib turibdi. 4-oktyabrdan 11-oktyabrgacha. Endi xudo xolasa 12-oktyabrdan 26-oktyabrgacha 24 million so'mdan qo'yib beramiz. Xunji mototsiklarimizning aksiyasini. Xunji mototsikllarimiz oz qolgan, o'z mototsikllarimiz oz qolgan, aksiyada turganda ko'p odam foydalandi. O'zi bir qatori bo'shab qoldi. Xo'p, navbatdagi mototsiklimiz Bodo mototsiklimiz. Bodo mototsiklimiz bilan Kavalo mototsiklimizni xarid etgan yurtdoshlarimizga bir dona kvadrotsikl qo'shib beramiz. Yo'q, agar kvadrotsikl kerakmi degan bo'lsa, baholarni shokolad etib qaytib beramiz. Xo'p, navbatdagi modelimiz Alt Motors mototsiklimizning 3 tonnalik samosval qo'sha balon bo'ladi bu. Buning bortini keladigan bo'lsak, borti 220 ga 140 bo'ladi. Motor kubalari 250 lik bo'ladi. Xo'p, endi eldimiz qish, salqin bo'lgani uchun chemical modellar ham kelib boshladi. Motor kubalari 250 lik bo'ladi. 100 ga 4-5 litr rasxod etadi. Balonlardan bir ko'rsak. Xo'p, shu vaqtgacha bu 41 million so'mdan sotilgan bu. 41 million so'mdan sotilgan. Buni ham 12-oktyabrdan 26-oktyabrgacha bahosini 35 million so'mdan aksiyaga tushirib beramiz. Bir dona qolgan. Buni ham shu kreditka olsangiz ham, narx olsangiz ham shu bahodan beramiz. Kreditka olaman desangiz, bir pasport bilan kelsangiz bo'lgani. Ishingizni bitirib beramiz. Navbatdagi modelimiz ham qo'sha balon bo'ladi, 3 tonnalik bo'ladi. Bu samosval emas modeli bu. Borti 220 ga 140 bo'ladi. Motor kubalari 200 bo'ladi. 100 ga 4 litr rasxod etadi.
Buni ham o'zining maxsus 7 so'g'asidan boshqa shos spravkasi ham, nomer ham xudo xolasa shu yerdan bitadi. Buning bahasi 30 million so'mdan sotilgan shu kungacha. Buni ham 12-oktyabrdan 26-oktyabrgacha bundan ham bir dona qolganligi uchun 27 million so'mdan xalasangiz narxi, xalasangiz kreditga xarjlasangiz bo'ladi. Xo'p, Bodo mototsikllarimiz 3 xil rangi bor bu yerda. Voyanniy sveti bor, ko'k sveti bor, qizil rangi bo'ladi. Xo'p, kvadrotsiklimiz ham bir dona qolgan. Buning bahasi 43 million so'mdan sotilgan. Bu o'zi 32 million so'mdan 43 million so'mgacha bor edi bu yerda. Motor kubalari 150lik, 200lik, 250lik. Hozir bu yerda eng full modeli, eng qimmati qolgan. Bu 43 million so'mdan sotilgan shu vaqtgacha. Hozirgi kunda 12-oktyabrdan 26-oktyabrgacha 37 million so'mdan skidka aksiyada turgan narxda xarjlasangiz bo'ladi. Bortlari 220 ga 140 bo'ladi. Motor kubalari 250 bo'ladi. 100 ga 5 litr расход etadi. Elinda torton lyubitkalar ham bor. Batib qolganda chiqarish uchun. Buni ham shu 37 million so'mga xalasangiz narxi, xalasangiz kreditga xarjlasangiz bo'ladi. Buni ham o'zim qo'shimcha bonuslari, podarkalari bo'ladi. Alt Motors motosiklimizning 220 ga 140, 200 motor bilan jihozlangan. O'zimizning tilda aytganda mol qo'y yuk yutovon modelimiz, Camel modelimiz bo'ladi. Camel modelimiz ham 29 million so'mdan sotilgan shu vaqtgacha. 12-oktyabrdan 26-oktyabrgacha 26 million so'mdan buni skidkada xarjlasangiz bo'ladi. Aksiyaga tushgan modellarimizda ham shos spravkasi, nomeri, o'zining maxsus sovg'alari bo'ladi. Ular olib tashalmaydi, birdagida o'zida qo'yib turadi. Navbatdagi modelimiz Hunji modelimiz bo'ladi. Hunji motosiklimizning eng zo'ri, eng gigantlaridan biri bu. Motor kubalari 250 lik bo'ladi. Borti 220 ga 140 bo'ladi. 100 ga 4 litr, 5 litr расход etadi. Bu ham shu vaqtgacha hamma yerda baholarni solishtirib ko'rishingiz mumkin. 250 lik motor bilan jihozlangan motosiklimiz 31 million so'mdan sotilgan. Hozirgi kunda 12-oktyabrdan 26-oktyabrgacha Yo'ldosh texnika markazidan bemalol kelib 26 million so'mdan narx ham kreditga xarjlasangiz bo'ladi. Bu aksiyada turgan modelimiz 26 million so'mga bahasi tushsa-da, shu spravkasi nomerlari o'zining 7 dona maxsus sovg'asi bilan xarjlasa bo'ladi. Navbatdagi model ham Hunji mototsiklimiz bo'ladi. Bu Hunji mototsiklarimizning samasol modellari bo'ladi bu. Buning birisi 2,5 tonnalik, qizil rangimiz esa 2 tonnalik bo'ladi. Ko'k rangdagi modelimiz motori 250 lik bo'ladi. Bu modelimizga esa 200 lik bo'ladi. Bularning orasida 2 million so'm pul o'ynaydi. 2 million so'm o'ynagan sababi bortida, motorida yuk ko'tarishida bo'ladi. Buning bortiga keladigan bo'lsak, borti 220 ga 140 bo'ladi. Motor kubalari 250 lik bo'ladi. 100 ga 4 litr, 5 litr расход etadi. Bu avvalgi bahasi 36 million so'mdan sotilgan. 12-oktyabrdan 26-oktyabrgacha buni ham aksiyaga tushirib beramiz. 33 million so'mdan narx ham kreditga kelib xarjlasangiz bo'ladi. Buni ham shos spravkalari, nomerlari, o'zining 7 dona maxsus sovg'asi bilan Yo'ldosh texnika markazidan 26-oktyabrgacha aksiyada xarjlasangiz bo'ladi. Bu modelimiz esa 2 tonnalik bo'ladi, bu 2,5 tonnalik bo'ladi. 2 tonnalik modelimizning borti 2 metrga 140 bo'ladi. Motor kubalari 200 lik bo'ladi. 100 ga 4 litr расход etadi. Xo'p, yurish tezliklari 120 gacha chiqadi. Suvish tizimi radiatorli bo'ladi. Motorlarni 2000 km garantiya qo'yamiz buni ham. Samosollar shu ko'rsat, silindrlarni, bortlarni so'rab turgan qiziqarli odamlar bo'ladi buni ham. Buning avvalgi bahasi 33 million so'mdan sotilgan. Buni ham 12-oktyabrdan 26-oktyabrgacha 30 million so'mdan Yo'ldosh texnika markazidan narx ham kreditga amal etadi deb aytilib turgan narxlarimiz. Shu narxdan xarjlasangiz bo'ladi. Buni ham shos spravkalari, nomerlari, o'zining 7 dona maxsus zavoddan qo'shib keladigan sovg'alar bilan xarjlasangiz bo'ladi. Hunji motosiklimizning samasol emas modeli, bu ham 2 tonnalik deb aytiladi. Borti 2 metrga 140 bo'ladi. Motor kubalari 200 lik bo'ladi. Bu bilan buning farqi, bu samasol bo'ladi. Bu samasol emas bo'ladi. Buning bahasi 27 million so'mdan sotilgan shu vaqtgacha. 12-oktyabrdan 26-oktyabrgacha kreditga narx ham 26 million so'mdan xarjlasangiz bo'ladi. Buni ham shos spravkasi, nomerlari, o'zining zavoddan qo'shib keladigan 7 dona maxsus sovg'asi bilan aytilib turgan narxlardan xarjlasangiz bo'ladi. Buning ham 3 dona rangi bo'ladi. Ko'gi bor, voyanniy sveti bor, qizil rangi bor. Navbatdagi modellarimiz Kaminkali modellarimiz bular. Qishda eng ko'p o'tgan modellarimizdan biri.
Bu modelimiz Camel modelimizning Kaminka qo'yilgan model bo'ladi. Kaminka qo'yilmagan modelni 26 million so'mga aksiyaga tushirganmiz. Kaminkali modeli 28 million so'm bo'ladi. O bilan buning farqi Kaminkasi uchun pul o'ynaydi 2 million so'm. Buning ham xuddi shu bunday bort 220 ga 140 bo'ladi. Motor 200 bo'ladi, 100 ga 4 litr rasxod etadi. 2000 km garantiya qo'yib beramiz. O'zining 7 dan so'g'asidan tashqari shoss spravkasi, nomerlar ham shu yerdan bitadi, xudo xolasa. Buning bahosi 28 million so'm. 26 oktyabrgacha aksiyada turadi. Bulardan ham ko'p emas, sonoli qolgan. Bu modelimiz Alt Motors motosiklimizning 2 tonnalik modeli bo'ladi bu. Xo'p, qizil rangidan so'raganlar uchun qizil kabinka bilan kelgan bu. Motor kubalari buning ham 200 bo'ladi. Bu ham bemalol 2 tonnani tortib biladi. 100 ga 4 litr, 4,5 litr rasxod etadi. O'zining 7 dona maxsus sovg'asi bilan, shoss spravka nomerlari bilan 27 million so'mdan sotilgan. Hozirgi kunda bu motosikletni ham aksiyaga tushirib beramiz. 12-oktyabrdan 26-oktyabrgacha 24 million so'mga 3 million so'mlik skidka bilan xarid etsangiz bo'ladi. Bu aytib turgan hamma baholarimiz kreditka boshqa, narxi boshqa baho bo'lmaydi. Aksiyaga tushsam, kreditka ham shu aksiyaga tushib beramiz. Baholari shunaqda xarid etsangiz bo'ladi. Xo'p, navbatdagi modelimiz Lachin motosikletimizning toza modeli bu. Bu 1,5 tonna, 2 tonnani bemalol tortib biladi. Motor kubalari 150 lik bo'ladi. 100 ga 2,5 litr, 3 litr rasxod etadi. Motorna 2000 km garantiya qo'yiladi. Buning o'zidan zod tomonidan qo'shib keladi to'g'im, balon kuchlari, kaskalari, zapaska balonlari bo'ladi. Shoss spravkasi ham, nomer ham shu yerdan bitadi, xudo xolasa. Bu motosikletimizni 21 million so'mdan 26-oktyabrgacha aksiya narxda xarid etsangiz bo'ladi. Bu aytib turgan narxlarimiz kreditka ham narx ham amal etadi. Kreditka olish uchun bir dona pasport bilan kelsangiz bo'lgani. Bir dona pasport bilan ishingizni shu yerdan bitirib beramiz. Do'konimizdan o'zindan olasiz, do'konimizdan o'zini to'laysiz. Xohlasangiz bir pasport, bir plastik bilan keladigan bo'lsangiz 3 yilgacha chiqarib beramiz. Agar biz ham o'zimiz do'konni oladigan bo'lsangiz 1 yilgacha chiqarib beramiz. Ishi to odamlarga 3 yilgacha chiqarib beramiz. Navbatdagi modelimiz Lachin motosikletimizning Samasol modeli bo'ladi. Borti 2 metrga 140 bo'ladi, yuk ko'tarishi 2 tonnalik bo'ladi. Ramalarni ko'rsatyapman. Zo'r mustahkam ramalar qo'yilgan. Motor kubalari 200 lik bo'ladi. 100 ga 4 litr rasxod etadi. Bunga motorni 2000 km garantiya qo'yib beramiz. Buni ham o'zining qo'shimchasida zapaska baloni, kaskalari, zapaska balonlari zod tomonidan qo'shib keladi bular. Biz ham o'zimiz ham bitta tog'in shoss spravkasi bilan nomerni shu yerda bitib beramiz. Xo'p, buning bahosi shu vaqtgacha 30 million so'mdan sotilgan 2 tonna Samasol modelimiz. Buni ham 12-oktyabrdan 26-oktyabrgacha 26 million 500 ming so'mdan 3 tonasini aksiyaga qo'yib beramiz. 3 tonasini. Xo'p, navbatdagi modelimiz Alt motosikletimiz bo'ladi. Alt motorimizning 2 tonnalik Samasol modeli bo'ladi. Buning ham borti 2 metrga 140 bo'ladi. Yuk ko'tarishi 2 tonnalik bo'ladi. Bemalol 2 tonnani shu yerda cho'nkarib ko'rib, sinovdan o'tirib, so'ng xarid etsangiz bo'ladi. Motor kubalari 200 lik bo'ladi. 100 ga 4 litr rasxod etadi. Buning bahosi ham 30 million so'm turgan. Buni ham 12-oktyabrdan 26-oktyabrgacha 28 million so'mdan 2 million so'mlik skidka bilan xarid etsangiz bo'ladi. Xunji motosikletimizni tushuntirdik, ko'rsatdik. Bu yerda zapas turibdi. Xalaganni minib ko'rib, xalaganni haydab ko'rib olish mumkin. Bodo motosikletlarimiz ham yetib kelgan. Alt Motors motosikletlarimizning 2 tonnalik modellari bor, arzonchi modellari ham kelgan. Bu motori 200 kubalik bo'ladi, yuk ko'tarishi 1,5 tonna, 2 tonnalik bo'ladi. 100 ga 3 litr, 4 litr rasxod etadi. Buning bahosini o'tgan videomizda 24 million so'mdan 22,5 million so'mga aksiyaga tushib berganmiz. Shu aksiyamiz yana davom etadi 12-oktyabrdan 26-oktyabrgacha. Aynan shu ko'rib turgan Alt Motors motosikletimizni 22 million so'mga xarid etsangiz bo'ladi. Bu aytib turgan narxlarimiz kreditka narx ham amal etadi. Xo'p, Lachin motosikletimiz Samasol modeli bilan hozir yaxshini ko'rsataman. Motosikletimiz Samasol bo'ladi, Lachin motosikletimiz. Motosikletimizni hop motori yonma turban ko'tarib tushirsa bo'ladi buni. Borti 2 metrga 140 bo'ladi, 2 tonnani bemalol cho'nkarib biladi.
Bu motosiklimizning 3 tonasini 26 million 500 ming so'mdan 26 oktyabrgacha aksiya tushirib berganmiz. Lachin motosikillarimizni ham halaganni shu yerda haydab ko'rib, ko'nda yaqqanni olib ketsa bo'ladi. 4-oktyabrgacha aksiya berganmiz. Aksiyalarimiz tamom bo'lib, xudo xolasa 12-oktyabrdan 26-oktyabrgacha aksiyalarimiz amal etadi. Ko'p odamlar foydalandi. Motosikillarimiz bo'shab qolgan. Xudo xolasa motosikillarimiz hammaga yetadi. Motosikillarimiz 200 uzilmay kelib turibdi. Xo'p, kichkinaroq 1 tonnalik motosikl so'ragan yurtdoshlarimiz uchun 1 tonnalik motosiklarimizni ham aksiyaga tushirib beramiz. Navbatdagi modelimiz Up Motors motosiklimizning 1 tonnalik avtomat modeli. Motor 130 bo'ladi. Motordan bir ko'rs 100 ga 2 litr расход etadi. Xo'p, suvchi tizimi suvli bo'ladi. 1 tonnani bemalol tortadi. Orqaga ham oldiga ham yuradi. Tezligi 40 ga chiqadi. Skorslar 4 tona skors bo'ladi. Xo'p, buni 19 million 18,5 million so'm sotganmiz. Xudo xolasa 12-oktyabrda 26-oktyabrgacha 17 million so'mdan aksiya qo'yib beramiz 2 donasini. 2 donasini 26-oktyabrgacha aksiya qo'yib beramiz. Navbatda modelimiz ko'p o'tib turgan, ko'p yurtdoshlarimiz so'rab turgan Xunji mototsiklimiz bo'ladi. Xunji mototsiklimiz ham 1 tonnalik bo'ladi. Borti 170 ga 120 bo'ladi. Motor kubalari 110 lik bo'ladi. Bu ham 50 ga chiqadi tezligi. Bundan polijinli bo'ladi. Orqaga oldi ko'radi. Skorslari pedachalari 5 bo'ladi. Tezligi 50-60 ga chiqadi buni ham. Buning bahosi o'zi eng yakka boshda sotib boshlaganimizda 28 million so'mdan bo'lgan. So'ng 25 million so'mga tushirganmiz. So'ng 21 million so'mga tushirganmiz. 2025-yilda yilning boshida 19 million so'mga aksiyaga tushirganmiz. Buni ham xudo xolasa yana aksiyaga qo'yib beramiz. 12-oktyabrdan 26-oktyabrgacha 18 million 500 ming so'mdan o'zining 7 dona maxsus sovg'asidan tashqari shoss spravkasi nomerlari ham bitadi bularni. 18 million so'mdan 26-oktyabrgacha 6 donasini aksiyaga qo'yib beramiz. Aytilib turgan baholarimiz kreditga ham amal etadi. Skuterlarimizni ham bir ko'rsatsak, skuterlarimizni ham aksiyaga tushirib berganmiz. Skuterlarimiz Skuterlarimiz 6 akkumulyator skuterlarimiz 6,5 million so'mdan sotilgan. Shu skuterlarimiz 6,5 million so'mdan sotilgan. Hozirgi kunda 5,5 million so'mga skidkaga tushirib beramiz. Buni olish uchun bir dona pasport bilan do'konga kelsangiz, ishingiz yarim soat ichida bitib ketadi. Xo'p, navbatda modelimiz limuzin modelimiz bo'ladi. Bular 6 million 6200 sotilgan. Hozirgi kunda 5 million so'mga skidkaga tushirib beramiz bulardan. Xo'p, skuterlarimiz ichindagi eng balanti Willy Hill deb aytiladi. Bular 5,5 million sotilgan. Bulardan 4,5 million so'mga skidkaga tushirib beramiz. Bu modellarimiz 5 million so'mdan sotilgan. Hop, bularni 4 million 200 ming so'mga skidkaga tushirib beramiz. Bularning bari aytilib turganlarimiz 5 akkumulyatorli, 6 akkumulyatorli. Bu modelimiz esa 3 million so'mdan xarid etsangiz bo'ladi. Buning akkumulyatori 4 dona bo'ladi. Keyin shunda betoy texnikalarimizni ham ko'rsatib o'tdik. Betoy texnikalarimiz ham bir pasport evazini 12 oyga muddat to'lovga oson bo'ladi. Yo'q, men yarim pulni to'layman deb yurtdoshlarimiz uchun 3 oyga o'zining pulidan foiz taxlab beramiz. 12 lik konditsionerlarimiz 3,5 million so'mdan 7 milliongacha 12 lik konditsionerlarimiz bor. Ichida aksiyada turgan modellarimizga 32 ligidan bir dona televizor qo'shib berib turibmiz. Aynan shu televizordan birovni qo'shib beramiz. 12 lik konditsionerni xarid etgan yurtdoshlarimizga bir dona 81 lik televizorni qo'shib beramiz. Smartfondan yana xalasangiz kreditka olasiz, xalasangiz naq olasiz, farqi yo'q. Agar 5,5 million so'mlik konditsionerni xarid etsangiz, 3 million so'mini oldindan to'lov etasiz, bonussiz sizga bir dona televizor qo'shib beramiz. Qolgan 2,5 million so'mini 3 oyga foizsiz o'zining pulini to'lab berasiz. Shunda siz olgan konditsionerni 5,5 million so'm qo'latigan bo'lsa, bir dona televizor qo'shib beramiz. Yana 3 oyga o'zining pulini 5,5 million so'mni 5,5 million so'm etib to'laysiz. Bizlarda ham shunday imkoniyatlar ham bor. Umuman ustida 1 so'm pul foiz minmaydi. Xoldiklarimizga keladigan bo'lsak, ikki kamerali xoldiklarimiz 3 million 3200 sotilgan xoldiklarimiz 2200 ming so'mgacha tushirganmiz. Yeni 70 lik ulqon shkaf xoldiklarimiz xarid etgan yurtdoshlarimizga xalasa bir dona avtomat qo'shib berdik. Xalasa ana shunda saylagan любой bir o'g'liq smart televizorimizni qo'shib beramiz. Aynan shu mening bo'yim bilan teng 1.70-1.75 chiqadigan xoldiklarimizni 2 million 200 ming so'mga aksiyaga tushirganmiz. 2 million 200 ming so'mga. Ko'rib turgan xoldiklarimizni.
Pol avtomatlarımız 1 milyon so'mdan 2 milyon so'mgacha oladi. 2 milyon so'mdan yuqori pol avtomatlarimizni xarid etgan yurtdoshlarimizga 2 donasini xarid etgan yurtdoshimizga 3-sini sovg'a qo'shib berib turibmiz. Gaz plitalarimiz ham xuddi shunday. 1 milyon 800 ming so'mdan 7 milliongacha bo'ladi. 3 milyon so'mdan yuqori gaz plitalarimizni xarid etgan yurtdoshlarimizga ustining dimoxodini eng zo'ridan podarka etib turibmiz, qo'shib berib turibmiz. Bu aytib turgan narxlarimiz kreditga ham amal etadi, narx ham amal etadi. Sovg'alar ham shu kreditkasi ham amal etadi. Xo'p, morozinniklarimiz ham bor, avtomatlarimizning sezoni kelgan. Avtomatlarimizni xarid etgan yurtdoshlarimizga 6 kiloluk avtomat xarid etadi. Xo'p, ayrim modellarida bir avtomat xarid etadi, bir avtomat qo'shib berib turibmiz. Ayrim modellarida 6 kiloluklarni bir avtomat xarid etadi, yanına bir dona tuzo qo'shib berib turibmiz. Yine bir ayrim modellarni xarid etadi. Yanında agar qizg'a qo'shto'g'im bo'ladigan bo'lsa, 6 kiloluk avtomat xarid etadigan bo'lsa, yanında pilosozi, duxovkasi, mikrovolnovkasi, 32 lik tuzorni ham qo'shib berib turgan kirmashinlarimiz bor. Xo'p, xudo xolasa videomizni yakunlaymiz. Videomiz manfaatli videolardan biri bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, bizlarni ko'rib turgan, YouTube'da ko'rib turgan obunachilarimiz, obuna bo'lmay ko'rib turgan yurtdoshlarimizga obuna bo'lishni iltimos etib qolamiz. Bizlarga oddiy obuna bo'lgan kami 5 milliondan 10 milliongacha bo'lgan sovg'alarni YouTube olishi mumkin. Hammasini Yo'ldosh texnika markazida kutib qolamiz.